Türkiye'nin ataklık yazgıcısı Rishad Nuri Kontigin'nin Şinjan Halk Neşriyatı tarafından neşr kılıngan Çalık Kuşu namlıq romani. Bu roman Belqut şirketide avazga ilanıp Belqut to'g'rida anlatıldı. Şunda, men haqiqatan ajoyib, tushunib bo'lmaydigan qiz edim. Muallimlarning ojizlik taraflarini tutib olatdim. Har birining nimadan xafa bo'lganligini yaxshi bilib olib, shuningga qarab zarba beratdim. Masalan, Matilit ismli yaşangan ve bek mutaassib bir muzika muallimimiz bor edi. O tamdiki bu Meryem heykelining oldida turib, ko'zlaridan yosh oqqizib ibodat qilayotganda, men heykelning atrofida uchib yurgan chivinlarni ko'rsatib, "Masur, farishtalar aziz onamizni ziyorat qilg'ili kelibdi" degandek so'zlar bilan uning tishiga tegdim. Boshqa bir muallimimizning hadidan tashqari pokiz va ratli kiyinib yurishiga diqqat qilardim. O yenimden ötgende kalbimning uchining askiligidan shikoyat qilib, qattiq silkib, bechoraning oppoq yoqasiga siyo chachirtib o'tatdim. Hasharatlardan intayin qo'rqadigan yana bir muallima bor edi. Kitobdan rangli chayonning rasmini qaychi bilan kesib oldim. Keyin tamoqxonadan yo'g'on bir ko'kuyini tutib olib, yiliqi chayonning rasmini shilim bilan ko'kuyning ustiga yepishtirdim. Keşke muzokara vaqtida bir bahona bilan muallimning yiniga bordimda, uni ustalga qo'yib qo'ydim. Men uni gapga tutib turganda, ko'kiyim o'mlashga boshladi. Bechora qiz gazloy lampaning yo'riqida qo'rqinchli bir chayonning bo'g'imlarini midirlatib, quyruqlarini titritib, o'mlab kelayotganini ko'rish bilan birdan vaqirvatdi. Darhol yonida turgan sizg'ishni elib, bir uribla uni ustalga yepishtiribdi. Keyin tamg'i yo'linib, qo'llari bilan yuzini etib, bir hazar ho'shini yo'qotib qo'ydi. Shu kecha o'zimni bir soatcha o'rnimda u yoqdan bu yoqqa eg'inib, bearam bo'ldim. Shu chaqlarda men 12 yoshda edim. Ko'nglimda or-nomus tuyg'usi xiyla uyg'onib qolgan edi. Muallimimga qilgan qiliqlarimdan xijolat bo'lardim. Bu aybimning o'ng'ayliqcha kechirilmaydiganligini bilardim. Әтісі çoqum so'roqqa tortilishimga ko'zim yetadi. Kim biladi, oqibati nima bo'larkin? Mudira xonimni tushimda bir necha qitim ko'rdim. G'azab bilan oldimga kelib, ko'zlarini olaytib vaqiraydi. Әtisi birinchi soatlik dars jimjit o'tdi. Ikkinchi soatlik darsning oxirida eshik chekildi. So'rlardan biri kirib, muallimimga bir nimalar degandan keyin meni qo'li bilan ishorat qilib tashqariga chaqirdi. Dahshat. Men nurlarimni qisib, tilimni chiqarib, asta-asta dasab chiqib ketayotganimda bolalar kulishib ketdi. Muallima sizg'ish bilan ustalni asta taqildatib, ularni jim o'ltirishga undaydi. Bir ozdan keyin mudira xonimning ishxonasiga kirdim. Lekin ajablandim. Mudira xonimning chiroyi men tushimda ko'rgan chiroyga zotila o'xshamaydi. Ayni chayonning rasmi yepishtirilgan, ko'kiyim o'yinini ijod qilgan va muallimaning hushidan ketishiga sabab bo'lgan shu qiz men bo'lmasdim, uning o'zi ekanligiga ishongidek darajada hayron qoldim. Chiroyi g'amgin, lavlari titrab turardi. Bir qo'limdan tutib, bag'riga bosmoqchi bo'lgandek bir harakat qildi. Keyin qo'yib berdi. Farida bolam, sana bir xabar etmoqchiman. Ig'ir bir xabar. Dadang og'riqmish. Lekin xeyli qattiq bo'lishi mumkin. Mudira xonim qo'lidagi qog'oz parchasini qatlaydi. Sözünü davomlashtirolmaydi. Meni sinfdan boshlab chiqqan so'rning yog'liqi bilan ittik yuzini to'sib, sirtqa chiqib ketayotganini ko'rdim. Tushundim. Bir nima demoqchi bo'ldim. Lekin mudira xonimga o'xshash mening tilim tutildi. Beshimni burab, ochiq derazadan uzuldagi daraxtlarga qaradim. Daraxtning oftob nuri tushgan shoxlarida qarg'ashlar uchib yuradi. Birdan menmu shulardek jonlanib ketdim. Tushundim, Masur. Ko'nglingizni buzmang. Amalimiz qancha? Hammamiz o'limiz.
dedim. Bu qitim mudira xonim beshimni ko'ksiga bosdi va xeyli g'ich qo'yib bermadi. Bugun qabul qilish kuni bo'lmasa-mu, bir ozdan keyin homilarim keldi. Ruxsat so'rab uyga elib ketmoqchi bo'lgan edi. Men unutmadim. İmtihan vaqtining yiqilishib qolganligini aytdim. Lekin imtihonlarning yiqilishib qolgani meni shu kuni har vaqtdagidan ortiqroq sho'xlik qilishdan to'sib qololmadi. Shunchalik sho'xlik qildimki, kechki muzokara vaqtida badanim o'tdek qizib ketdi. O'rinlarning odatidek qo'llarimni partaga ortildirib uxladim va shu kecha tomoqni yemadim. Ertasi atdigan uyg'onganimda har qachonqidek yanala chala qushi edim. Yazliq ta'tilni Basima hammomning ko'zya teg'idagi char beg'ida o'tkazdim. Bu yerdagi bolalardan ko'nglim xush bo'lmaydi. Basima hammomning qizi Najima onasining etikidan ajralmaydigan kamso'z va sal og'riqchan bir qiz. Aksi Kamronning xuddi o'zili edi. Xudoga shukr, atrofda sirtin ko'chib kelganlarning bolalarimi bor edi. Bularni boqqa yig'ib olib, ertadan kechgacha to'plan chiqaratdim. Biroq bechora do'stlarim doim qo'llandi bo'ladi. Char bog'ining bog'ini ularni qo'g'lab chiqarib etdi. Lekin ular uncha vala nozik emas edi. Bu haqoratlarga parvo qilmasdan meni char bog'dan elib qetish uchun yana keladi. Soatlab bolalarda damboshlik qiladi. Qashalardan ortilib meva o'g'irlaydi. Kashqurliqi attapdan yuzlarim yirilgan, qo'llarim surilib ketgan holda etaklarimning yirtiqlarini yushirishga tirishib, uyga kirganimda hammom sochlarini yulatdi. Va bir quchoq yo'lning orasida asnab o'tirgan, shu ko'rinishi bilan talva va g'o'rin van mushiklariga o'xshagan Najimani menga ulgi qilib ko'rsatdi. Adabligi, bilimligi, nozikligi, tarbiyasi va allaqanday ortiqchiliklari bilan peshonamdan ketmaydigan birdan bir odam Kamron edi. Najima bo'lsa, to'g'risini desak, opasining etikiga yepishib o'sgan, yumshaqqina yavash bir o'ymoshki edi. Men ko'nglimda qizlarning ana shunday bo'lishi kerakligini ma'qul ko'ratdim. Lekin 20 ga yiqilishib qolgan, nepis lavlari ustida bo'rida xat tortishga boshlagan cho'p-cho'ng Kamronga nima degulik? Qizlarning kerak kichikkina butlarida oppoq tufli, yipak paypa, manganda tol-chiviqdagi avrishim qomatdi. Shoyi ko'nglikining ochiq yaqasidan ko'rinib turgan uzun oq bo'yni bilan erkakdan ko'ra ko'proq qizga o'xshaydigan bu bolaga bekmi ochiqim bor edi. Tuqqanlar va qo'lim qo'shnilar tarafidan doim maqtaldigan xususiyatlari mening jinimga tegadi. Necha qatim yugurib ketib o'tib, putim qayrilib ketgandek uning ustiga yiqilganligimni, kitoblarni yirtayotganligimni, yo'q bahonalarni tepib janjal chiqarishga tirishganligimni eslayman. Hey Allohning bandasi, o'zingni qiz boladek tutmay jonliqroq bo'lsang-chi, biror narsa desang-chi. Shu chog'da bo'yningga mushukdek esilib, seni to'pig'i melab, chochlaringni yulib, yilonning ko'zidek yeshil ko'zlaringga chang solay. Putlarga tosh do'miltayotgan kunimni ichimdan xush bo'lib, titrab turib eslayman. Lekin u o'zini yetishgan bir erkak hisoblab, menga mansitmagandek qaraydi. Zaharli bir kulimsirash bilan: "Bolaliqing qachonmi qoladi, Farida?" deydi. Bək yaxshi. Ammo sendiki bu jimig'urlik va elchi oldiga chiqqan qadimki zamon qizlarining nozi va xulqi qachongacha? Bu so'zlarni tabiiyki har qanday qilibmi deyolmaydim. Inshaalloh, yeshim 13-14larda. Bu yoshdagi bir qizning qilgan yomonligini shunchalik nazokat bilan qarshi olgan yigitga xafa bo'lish yarashmas. Ağzımdan ixtiyorsiz, adabsiz so'zlarning chiqib ketishidan qo'rqqandek, og'zimni qo'lim bilan ipib olatdim. Uni xohlagancha tilib olish uchun bog'ning xilvat burjaklariga qechib ketatdim. Yomg'irliq bir kuni Kamron pastki uyda bir necha ayol tuqqanlarimiz bilan ayollarning kiyim-kechaklari haqida gaplashib o'tirardi.
ayollar tiktirmoqchi bo'lgan qishliq kiyimlarining rangi to'g'risida Kamrandan maslahat so'raydi. Men bir bulungda tilimni chiqarib, ko'zlarimni alaytib, butun diqqatim bilan ko'ktamning yengini yamavatdim. O'zimni tutolmasdan qaqaqlab kulib Kamran, nimaga kulyapsan? deb so'radi. O'zimcha bir narsa esimga kelib qoldi. Nima kelib qoldi? Aytmayman. Qani, noz qilma. Sening ichingda gap yotadimi? Baribir davetsan. Anglayotganinglar bel qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Undaq bo'lsa xafa bo'lma. Sening ayollar bilan kiyim to'g'risida so'zlashib o'tirganingga qaraganda, Xudoyim seni adashib yaratib qo'ygan ekan. Lekin hozirgi yeshingda emas. 13-14lardagi qiz bo'lsang, xo'sh kiyinchi. Bayatdan beri bir g'irish yerni yamg'icha barmoqlarimni hutni tush qilayotganimga qarab, mubadiman 20-22 yoshlardagi bir erkak. Ha, kiyinchi. Keyin men bo'ladi, Allohning hukmi, payg'ambarning rasuligi bilan seni amrimga olatdim xolos. Uydagilar qaqaqlab kulishib ketdi. Beshimni ko'tirdimda hamma ko'zlarining menga tikilib qarayotganligini ko'rdim. Mehmonlardan biri adabsizlik qildi. "Baxmi yaxshi, bu hozir mumkin-ku Farida", dedi. Yuragim eg'ib ketdi. Ko'zlarimni yo'g'on ichib, "Qanday qilib?" dedim. "Qanday bo'ladi? Kamranga tegisan, o sening usti-beshingning g'imini yeydi, yamog'ingni yemaydi. Bozorning ishlarini sen qilasan." Ochqimda o'rnimdan turib ketdim. Bu qitim ochqim ko'proq o'zimga edi. Gapni o'zim chiqardim. Ma'nisiz gaplarni qilishdan munchalik haddimdan eshib ketmagan edim. Meningcha, shu la'nati yirtiq as-so'shimni yegan o'xshaydi. Shundaq bo'lsa-mu, qo'rqqan avval mush ko'tirgandek yana hujumga o'tdim. Lekin Kamran Bay uchun ziyonliq bo'larmikin deyman. Chunki Xudo ko'rsatmasin, uyda janjal chiqadigan bo'lsa, Navra akamning holiga voy. Bir chaqlarda nozik oyoqlariga tushgan toshni esidan chiqarmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Kulkilar ichida g'alati bir jiddiylik bilan xonamga chiqib ketdim. Lekin ishga berib, kaymimga qayrildim. "Adabsizlik qilib qo'ydim", dedim. 14 ga kirib qolgan qiz uchun baxtli uyatliq ish bo'ldi, aytga buyurmag'aysizlar. Talantayning bosqichlarini taqildatib, eshiklarni jaloq-joloq ichib, xonamga kiribla o'zimni karvatga to'pdak atdim. Pastki kulkilar davom qilyotdi. Balki meni kulki qilayotgandi. Xalig'ini qilsin. Shu Kamran bilan to'y qilsam, rostmi yaxshi ish bo'ladi. Chunki yoshlarimiz bag'an siri cho'ngib, uning bilan janjallashish fursati kundan kunga kemib boradi. Bir qitim bo'lsa-mu chash yulishib, qattiq janjallashib, almimni chiqarish uchun uning bilan to'y qilishdan boshqa chora yo'qdek ko'rinadi. Yozliq ta'tilning oxirlarida maktabimiz bir mezgil qaynam tashqinlik holatga kirdi. Bu xil holat ta birinchi chorak imtihongacha davom qiladi. Buning sababi shuki, 13-14 yoshga kirgan katolik saboqdoshlarim bahordagi Pasxa bayramida dastlabki murosimlarni qiladi. Etaklariga yerga tegadigan oq ipak ko'ylaklarni, kelinchak chumbardisiga o'xshagan to'rlarni o'rab, Iso payg'ambarni xotirlaydi. Chirkovda shamlar yiqilib, muzika bilan duolar o'qiladi. Hamma yoqni qoplagan bahor gullarining xushbo'y puroqlari bilan aralashib, texni quyuqlashgan isroq tutunlari ichida o'tkaziladigan bu murosim bakmu hashamatli bo'ladi. Shunisi yomonki, bu murosimlar o'tkaziladigan ta'til oylarida la'nati saboqdoshlarim va'dlashib qo'ygan yigitlarga vafosizlik qiladi. Hasan nomidek seriq, zangar ko'zlik Isoni to'g'ri kelgan hatto bir necha yigit bilan yurib aldaydi. Maktab ochilganda saboqdoshlarim chamadonlarining bir burchiga yushirib, xatlar, rasmlar, xotira gullar va yana qandaqdir narsalarni olib keladi. Bog'da 2dan 3dan bo'lib qo'l tutishib aylanib yurganlarida qilishadigan gaplarni bilatdim.
qizlarning eng pok va dindorlarga hadiya qilingan rangli va zar bilan bezalgan payg'ambar va farishtaning suratining ostida saqlangan rasmlarning yigitlarning ishkanligini o'ng'ayli bilib olatdim. Bog'ning bir burjigida qizlarning birasining atrofda ushqan hasharotlarni anglamaydigan bir ovoz bilan savoqdeshining qulog'iga pichirlab aytgan hikoyalardan xabardor bo'latdim. Bu mavsumda qizlar 2-3 dan bo'lib olib, bir-biri bilan opaq-chapaq bo'lib ketishgan edi. Men bechora bog'da va sinfda yolg'iz qolatdim. Savoqdoshlarim meningdan sir saqlashatdi. Ular so'rlarga qaragandimi, meningdan ko'proq qo'rqatdi. Nima uchun desangiz, men gapdan edim. Saqalliq tag'im aytgandek, ichimda gap yotmaydi. Masalan, qizlardan birasining bog' reshatkalari orasida tonish yigitlar bilan odatdikcha gul sinishganligini ko'rdimmi, bo'ldi. Bog'da cho'qan salatdim. Uning ustiga bunday qishlarga bekor o'sh edim. Faqat esimdan chiqmaydi. Qishning bir kechasi muzokara qilgan uyda dars tayyorlayotdi. Mishel ismli tirishchan bir qiz darsda nachar bir saboqdishiga Rum tarixini tushuntirish uchun ruxsat so'rab, eng keyindagi partiga berib o'ltirdi. Uyning ichi jimjit edi. Birdilla bo'qildigan ovoz anglandi. So'r beshini ko'tarib, "Mishel, nima bo'ldi? Yig'layotsansan? Nima uchun yig'laysan?" dedi. Mishel ko'z yoshi bilan yuyilgan yuzini qo'li bilan to'sib oldi. Uning o'rniga men javob berdim. Mishel Karfaginliklarning mag'lubiyatiga ichinib yig'layotdi. Sinfda kulki ko'tarildi. Haqiqatan savoqdoshlarimning meni oralariga olmasliklariga haqqi bor edi. Lekin hammasidan ayrilib qilish, cho'pchin qizdirib, tetiqsiz bir baliq qilinadigan muomalaga uchrash yaxshi ish emas edi. Yeshim 15 ga qarab ketyotdi. Hamma opalarimiz kelin bo'ladigan, mo'minlarimiz voy xudo uyda o'ltirib qoldinglar deb andish qilib Hazrati Ayyub quduqiga yugurdigan bir yosh. Bo'yim ancha o'smagan edi. Lekin qiliqsizligimga qaramay turqim joyida, chiroyimda ajoyib ranglar nurlar chaqnab turardi. Saqalliq tag'in ba'zida qo'limdan tutib, derazning yeniga akilatdi-da, yuzimni ojiz ko'zlarga sirtidigandek yaqin keltirib, "Qizim, bu qandoq dera? Qandoq rang? Guldek chiroyingga muborak. Yo so'lashmasa, yo buzilmasa" deydi. Aynak qaraganda, "Ha qizim, qiz degan mushundoq bo'lamdi, ha? Sog'lom bir vujud. Mo'y qalam bilan bo'yalgan bir yuz" deb o'ylab, magazinlarda ko'rgazma uchun aynak ichiga qo'yilgan qo'nchoqni tomosha qilgandek tilimni chiqarib, ko'zlarimni chimchiqitib, o'zimni shanxo qilatdim. Ta'tillar ichida eng yaxshi ko'radiganim Pasxa bayrami edi. Bu 2 haftalik ta'tilni o'tkazish uchun Ko'ziya teg'iga bag'inimda glaslar pishib, cho'ng bog'ning ko'chaga qargan tarafini boshdan oyoq qoplab ketgan glas daraxtlari mevalar bilan to'lgan bo'ladi. Glasni bakmi yaxshi ko'ratdim. Bu 15 kunni faqat glas yeyish bilan o'tkazatdim. Shoxlarning eng uchida qolgan glaslarni tugatib atmasdan maktabga qaytmaydim. Bir kuni kechqurun daraxtning ustiga chiqib olib, glas yeb, urug'chilarni yiroqlarga etib o'ynayotdim. Shu urug'lardan biri yo'lda ketayotgan qeri bir qo'shnimizning tog' burnining uchiga tegmasmi? Bu mo'ysqut odam nima bo'lganligini bilmay atrofiga huduqib qaraydi. Beshini daraxtning uchiga burash esiga kelmaydi. Ovozimni chiqarsam, o'ltirgan yerimdan qimirlamasam, balki biror qushning uchib ketib o'tib, og'zidan tushirib qo'ygan urug'chisi o'xshaydi deb o'tib ketgan bo'ladi. Lekin bakni qo'rqib ketganimga va zat atqinimga qaramay, o'zimni tutolmasdan kulishga boshladim. Bu odam yo'g'on bir shoxning ustida otga mingandek o'ltirgan, cho'pching bir qizning hijolat bo'lmasdan kulayotganini ko'rish bilan o'zini tutolmadi. Achchiqidan qo'shilmasini turib, "Barakalloh xinim qizim, xudoyim tova. Sizdek bo'yiga yetib qolgan cho'pching bir xinimga bu ish yarashamdi" dedi.
shu chaqda yerga kirib ketgudek bo'ldim. Bechora judolik mahmal kim biladi? Qanday ranaga kirib ketdikin? Daraxtdan yiqilib tushish xavfiga qaramasdan qo'llarimni ko'ksimga oldim va bo'ynimni asta aydim. Kechiring bey efendi, qasdan qilmadim. Rost gapni qilsam, diqqatsizligimdan bo'ldi. Bu ayıpkarlarcha yalvurish usuli maktabda so'rlar va dindor o'quvchilarning bu Maryam va Isa payg'ambar oldida duo qilganda qo'llanadigan bir usuli bo'lib, buning ta'siri ko'p vaqtlarda tajriba qilingan edi. Asrlardan beri bu ilohiy ana va bolani shu usul bilan yumshatib kelgashga, bu qiyirni insofga keltirish mumkin edi. Farzimcha aldanmadim. Qo'shnim bu saxta nadomatlarimga va ovozimdagi titrashlarga aldandi va yumshidi. Nima bo'lmasin, menga chiroyliqini bir gap qilish zarurligini sezganday. Mundaq diqqatsizlikning bo'yiga yetib qolgan kichik xonimga 90 keltirish mumkinligini o'ylamadingizmi? dedi. Maqsadini nihoyat yaxshi tushungan bo'lsam-mu, ko'zlarimni ochib, "Nima uchun apandim?" dedim. Kunning yondan tushib turgan nurini qo'li bilan to'sib turib, menga diqqat bilan qaradi va kulib, "Masalan, sizni o'g'limga ilib berishda ishkilanib qolatdim", dedi. Menmi kuldim. "Bu haqda xotirjam bo'ling bey efendi. Adablik bir qiz bo'lganimdimi, iptamas edingiz?" "Na'rim bilasiz?" "Chunki mening daraxtga chiqish, gilos uruqchilarini etishda cho'ngroq ayiblarim bor. Boy emasman. Anglashimcha, kambag'al qizni hech kim ko'zga ilmasmish. Uning ustiga chiroyliqni emasman. Meningcha bu kambag'allikdan cho'ngroq bir ayib bo'lsa kerak." Bu gaplar qiyirni bakmi qiziqtirgan edi. "Siz sapmi qizim?" dedi u. Qalblarimni purib turib, "Nima da'vatsiz? Men o'zimning qandoqligini bilmayman", dedim. "Qiz degan mushundaq bo'lamdi? Bo'yi egiz, sochlari siyra, ko'zlari havorang yoki yeshil bo'lsa, bu qiyra apandim o'z vaqtida sho'x bo'lgan bo'lsa kerak." G'alit bir qarashda tikilib, muloyim ovozda, "Voy bechora qizim, sen go'zallikning nima ekanligini biladigan, chiroyingning qandoqligini farq qila oladigan yosh demeding. Nima bo'lmasin? Qani, aytingiz nima?" dedi. "Chala qushi." "Bu qanday ism?" "Kechiring, meni maktabda shundoq deb chaqirdi. Asli ismim Farida. O'zimga o'xshash to'ntoq, qamashmagan ism." "Farida xinim, sizning ismingizmi o'zingizga o'xshash chiroyli. Bunaqa ishining. Kashki o'g'limga sizday birsini topsam." Nemishqidur bilmayman. Bu muisbet, shirin so'zlik odam bilan chaqchaqlashishni xalab qoldim. "Shundaqda o'zligimni gilos atalaydi ekanman-da", dedim. "Albatta, albatta, shubhasiz. Ruxsat qilsangiz, sizga azroq gilos beray. Endi meni kechirganligingizni isbotlash uchun bularni cho'qim ilishingiz kerak. 2 minut ta'xir qilib turing." Og'imxandek chaqqonlik bilan shaxlog'i esilib yuqurladim. Qiyri qo'shnim qo'llari bilan yuzini etib, "Ya Alloh, shaxloq qaraslavotdi. Men sababchi bo'lib qolmay, yiqilasiz Farida xinim", deb vaqiraydi. Men bu xudiqishlarga parvo qilmaydim va gapdan muqammaydim. "Qo'rqmang, yiqilishga shunchalik o'ginib ketdimki, yaqin kelsangiz chekandagi yara izini ko'ratdingiz. Bu izlar boshqa go'zalliklarga texi go'zallik qo'shidi." "Voy qizim, bo'ldi, yiqilasiz." "Bo'ldi apandim. Bu giloslarni sizga qanday qilib beraman?" "Ha, topdim, apandim, buningga chora topdim." Tartuqimning yonchuqidan qo'l yog'lig'imni chiqardim-da, giloslarni o'ningga chigdim. "Qo'l yog'lig'imdan andish qilmang. Texi burnimni surtmagan. Bek pokiz. Buni yerga tushirmasdan tutib oling, ha? 1, 2, 3.
Qeyri xo'shlam kutilmagan chaqqonlik bilan glas o'ralgan qo'lyog'liqni tutib oldi. Ko'p rahmat qizim. Endi bu qo'lyog'lig'ingizni qanday qaytarib beraman? Hech vaqasi yo'q. Sizga sog'i bo'lsin. Qandaqsiga? Qandaqsiga bo'ladi? Buning boshqa bir tarafimi bor. Bir necha kundan keyin maktabga qaytib ketaman. Bizning maktabda shunday bir odat bor. Ta'til kunlarida qizlar yosh yigitlar bilan tanishadi. Keyin maktab ochilganda ularni bir-birlariga deyishadi. Men texnik mundaq ishlarni qilmaganligim uchun ular oldida kamsitilaman. Ular buni yuzimga oshkor deyishga petinolmaydi. Biroq meni ahmoq deb shanxo qiladi. Bu qitim men bir ish o'ylab topaman. Maktabga borganimda xuddi bir muhim bir sir bordek beshimni sangiltib xiyol surib olaman. G'amkin kulimsirayman. Ular "Chala qushi, senda bir gap bor" deydi. Men "Bu ishlar, yoqay, nima gap bo'ladi?" deyman. Ular ishonmaydi, meni qistashga boshlaydi. Shu vaqtda "Mayli, undaq bo'lsa, ammo hech kimga aytmaslikka qasam ichsizlar" deymanda bir yolg'onni to'qiyman. Qandoq yolg'onni? Siz bilan tanishganligim bu yolg'onni o'ng'aylashtirdi. Tamning ustida seriqqina egiz bo'yliq bir kishi bilan tanishib qoldim deyman. Tabiiyki, oqchashlik demayman. Balkim sizning chechingiz yosh vaqtingizda seriq bo'lsa kerak. Saboqdoshlarimning mijozini yaxshi bilaman. Nima deyishdinglar deb so'raydi. Meni chiroyli ekansiz dedi deb qasam ichaman. Men uningga bir yog'liq glas berdim deyish unchalik qamlashmaydi. Gul berdim deyman. Mundaq desam qamlashmaydi ekan. Gulni yog'liq o'rab bermaydi. Qo'l yog'lig'imni yodgor qildim deyman. Ish tamom. Sal burun bir-birimiz bilan urushishga oz qolgan bo'lsak, endi qiyr xo'shlam bilan kulishatdik. Ayrilgan chog'da bir-birimizga qo'l bilanitib xushlashdik. Anglayotganinglar bir qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shu yilning yoz oylarida darakka chiqib oladigan odatim beshimga yana bir balo keltirdi. Avgust oylarining oydin kechalarining biri edi. Chahar baqqa bir to'p mehmon keldi. Ularning orasida Nariman ismli 25 yoshlardagi bir xotinni bo'lib, uning Andisonda chahar baqqa kelishi alayda bir voqea edi. Dunyoda o'zlaridan boshqa hech kimni yaratmaydigan hammalardan tortib, ahamiyatsiz ishlar bilan shug'ullanuvchi xizmatkor qizlargacha hammasi bu xotinga havas qiladi. Kishilar Nariman bek yaxshi ko'radi deb yurishadigan uning eri 1 yil avval o'lgan edi. Shuning uchun u doim qora kiyim kiyardi. Meningcha qora kiyim bu xotinning seriqroq chiroyiga bekmi yarashganligi uchunla u ta hozirgacha hazi tutib yuradi. Undaq bo'lmasa, uning bu hazisi va kiyimlari allaqachon axlat o'rinda tashlanib ketgan bo'ladi. Nariman mushuk va itni erkalatganga o'xshash qiliqlar bilan meni qo'lga keltirishga tirishgan edi. Lekin men nima uchun uningga yaqinlashmagan edim? Bir-birimizga ancha yoqmaydik. Men qilgan muomalalarni doim sovuq qarshi olatdim. Shu sovuqqonlikning hozirgacha davom qilishiga qaramasdan, Narimanning bakmo go'zal ekanligini e'tirof qilishga majburman. Uning menga yoqmaydigan tarafi haddidan ortiq nozlanishi edi. U xotinlar orasida o'zini xil tortinchoq tutadi. Mubada oraga biror erkak qo'shilib qolsa, chiroyi o'zgaradi. Ovozi, kulgilari va qarashlari boshqacha bo'lib ketadi. Qisqasi, maktabdagi saman ostidan suv yugurtadigan saboqdoshlarimni o'qita olaydi. Erning gapi chiqsa, bu xotin mening uchun hayotning nima keragi bor deb yolg'ondan hasrat chekatdi. Bu mening jinimni chiqaradi. U shunday qilganda ichimdan g'azablanib, birarsa sana yiqib qolsin qani, shu vaqtda ko'ramiz deb xuduq sheydim. Bizning chahar bog'da Narimanga tangto'sh birasi yo'q edi. Bo'sh erkan Najimani hisobga olmasimi bo'ladi.
Hammalarim çaşları aqargan çoğun xotinlar edi. Ba'zida uning, ba'zida buning qayvitini qilishdan boshqa qiladigan gapi yo'q edi. Undaqda men Narimanning hadislar chaqar baqi kelishining sababini sezgandek edim. Balkim bizning hamoqat Nevra akamga ko'zga tushgandir. Tegish uchunmi? Undaq deb o'ylamayman. Yeshi 30 ga yiqilishib qolgan bir tul xotinning 20 yoshlik bolaga tegishni xolishi uchiga chiqqan taskashlikda. U mundaq taskashlikdan qaytmasimi? Mening bema'ni hammalarimda tajribasiz bolasini yirtqush qushga oldirib qo'ymaslikka diqqat qiladigan ko'z bormidi? Undaq nimasi? Baxtli tul jilvisi va fantaziyasi oldida qul bo'ladigan yangi sho'r peshonini topqicha mening Nevra akam bilan o'ynab ko'nglimni xush qiladi. Kamranni hamoqat dedim, ammo ochiqimda deb soldim. Asli u hammani biladigan, yurakda o't yondiradigan bir qov seriq chayon. Nariman bilan gaplashganda go'yo hech narsani chondirmagandek qiladi. Lekin mening ko'zimdan qechib qutula olaytdimi? Balalar bilan bo'g'ishganda, org'am sakraganda yoki yerda o'ltirib qarta ochgan chig'imdimi, ko'zlarim uladi. Nevra akam qayerda bo'lmasin, shu xotinga talmiribla turadi. Bilqut xazinasi. Ba'zida hech narsani sezmagandek yonlardan o'tganimda, ular shu zaman ovozlarini pasaytirdi yoki gapini boshqa yoqqa borib o'tdi. Nimani xolisa shuni qilishsin? Sana nima edi? Darslar. Menga nima bo'ladimi? Kamran dushmanim bo'lgandi bu. Yana mening bir Nevra akam. Allah qandaq bir xotinning uning axloqini buzishini xohlaydimmi? Nimani da'vatatdim? Shunda Avgust oylarining oydin kechasi edi. Mehmonlar chag'ar bog'dagi ayvonda chiroq yo'riqida paranglashib kulishadi. Narimanning musiqaday ritmliq va ohangdor kuldilari nervlarimga tekkanligi uchun u yerdan yiroqlashib, bog'ning bir bo'lingidagi daraxtlarning orasiga kirib ketdim. Shaxlarning bir qismi qo'shni baqqa ortilib tushgan qiyri bir chinor daraxti bor edi. Bechora daraxtning yigidak mevasining yo'qligiga qaramay, ko'rkamligini yaxshi ko'ratdim. Üstel ustida mangandek qo'rqmasdan mangli bo'ladigan yo'g'on va to'm shoxlarga chiqib olib, u yoqdan bu yoqqa menib o'ynaydim. Ba'zida o'ltiratdim. Bu kechimi shunday qildim. Xeyli yuqoridagi bir shoxga chiqib olib o'ltirdim. Bir ozdan keyin quliqimga yenik oyoq tovushi, oqsidilla bo'g'uq kulki ovozi anglandi. Darhol ko'zimni yo'g'on ichib, quliqimni dim tutdim. Nimani ko'rdim danglar? Nevra akam baxtli tul bilan men tarafga kelyotdi. Qarmoqqa beliqning yaqinlashganligini sezgan beliqchilik butun diqqatimni ularga burdim. O'ltirgan yerimda shapi berib qo'ymay deb shunchalik ehtiyot qildim. Nima degan o'rinsiz qo'rqish-a? Ular o'zlarini shunchalik yo'qotdiki, o'ltirgan yerimda do'mbaq chasammi to'ymagan bo'ladi. Nariman oldida Kamran xuddi arab qo'llardek 4-5 qadam orqada mang'atdi. Tamlarning orasidan o'tib, yo'llarni davom qildirishga qudrati qolmagandek, men chiqib olgan daraxtning ostiga kelib to'xtadi. Kelimlar, bolalarim. Kelimlar, qo'zlarim. Sizlarni menga Alloh avatdi. Bir ozdan keyin ko'rishimiz. Bu chiroyli oydin kechida sizlarda unutilmas bir xotira qoldirish uchun qo'limizdan kelishicha g'ayrat qilamiz. Dal shu chog'da to'mizga chirildashga boshlamasmi? Nevra akamning baxtli tulg'u so'zlayotgan so'zni anglayolmay sarang bo'lay dedim. Qo'limdan kelsa, "Hey bechora, qo'rqadigan nima bor? Bu yerda kim bo'ladi? Ovozingni chiqarsang-chi?" deb vaqirgan bo'lardim. Quliqimga faqat "Nariman, jinim, farishtam"
degan bir qancha so'z kirdi. Dir titrashga boshladim. Yiqilib tushmagan holatdimi ovoz chiqarib qo'yishdan, yo'pirmoqlarni shildirlatib, tuyuq berib qo'yishdan qo'rqatdim. Aralab Nariman xonimning biri ikki ig'iz so'zni anglab qoldim. O'tinay Kamron bey, sizdan o'tinay, deydi u. Oxiri ovozlar besiqdi. Nariman ostag'ina minib oradan bog'dagi qorong'ulikdan biror narsani ko'makchi bo'lgandek putlarining uchida ko'tarilib qaradi. Uning orqasidan nima qilishini bilmayotgandek Kamron turadi. Navra akamning birdanla uningga qarab chandiganligini, qo'llarini ko'targanligini ko'rdim. Yuragim o'ynab ketdi. Oxiri aqlini topdi. Bu yomon xotinni kelishtirib bir shapaloq salingan bo'ldi deb o'yladim. Kamron shunda qilsa, men yig'lab turib o'zimni daraxtdan atatdim. Uning bilan o'zil-kesil yarashatdim. Lekin u mahluq unda qilmadi. Nazik, qizlarninkidek oppoq qo'llari bilan kutilmagan bir jasoratda avval uning mo'rlaridan, keyin belaklaridan ching tutdi. Chinarning yo'pirmoqlari orasidan tushgan oy yo'riqida ularning quchoqlashganligini, chochlarining biri-biriga aralashib ketganligini ko'rdim. Ya Rabbim, nima degan dahshat! Butun badanim lag'ildab titrab ketdi. Salla avval ularga ajoyib bir o'yin ko'rsatishni o'ylab edim. Endi bo'lsa, meni sezib kelishlaridan o'lgidek qo'rqdim. Haqiqiy bir qushqa aylanib, bu shahlarning ustidan osmonga uchib ketishni, ay dunyosiga g'oyib bo'lib, bu dunyodagi odamlarning yuzlarini ko'rmaslikni shunchalik xohlaydim. Lavlarimni barmoqlarim bilan besib turganimga qaramay, og'zimdan bir ovoz chiqib ketdi. Bu balki bir faryoddir. Lekin tovandikilar tuyib bo'g'icha bir kulgiga aylandi. U uyatsizlarning shu minutdagi huduqishlarini bir ko'rsanglar edi. Sal burun xuddi ay nuridek putlarni yerga tekkizmasdan mong'andek ko'ringan baxtli tul. Mana endi daraxtlarga urilib, putlari almishib qechishga boshladi. Navra akamni shunday qilmoqchi bo'ldi. Lekin bir oz itik mong'andan keyin nima o'yladikin, bo'shishib kayniga qaytdi. Men qiladigan boshqa ish topolmaganligim uchun deb to'xtamay kulatdim. U mashhur qog' bilan tulka masaladagi tulkiga o'xshash daraxt uyida yolg'ondan u yoqdan bu yoqqa mang'atdi. Oxir zot artish xijolatchiligini bir yoqqa qayirib, Farida singlim, birdamniki pastga tushgana, dedi. Men ko'rkamni to'xtatib, jiddiy ohangda, "Nima ishingiz bor?" dedim. "Hech, sening bilan so'zlashadigan gapim bor." "Mening siz bilan so'zlashadigan gapim yo'q. Kaytimni buzmang." "Farida, chaqchaqni qo'y." "Chaqchaqmi? Yana nima ish bo'ldi?" "Sen haddingdan eshib ketding. Sen pastga tushmasang, men yuqoriga chiqishni bilaman." "O'laymi? O'chaymi? Yo'lda ketayotganimda yo'l ustidagi kichikgina eriqni ko'rsa tantirab qoladigan, atlashdan burun 3-4 qitim toflisiga va suvga qaraydigan, o'rindiqda o'ltirishdan avval barmoqlarining uchi bilan shimining tizini yuqoriga tortib qo'yadigan, nozliq Kamronning daraxtga chiqmoqchi bo'lganligiga kulmay mumkinmi? Bu kecha u rostila vahshiylashgan edi. Pastki shoxlardan birini tutib daraxtga yamashdi va texmi yuqoriga chiqishga harakatlandi. Bu kecha daraxt ustida uning bilan yuzma-yuz uchrashish fikri meni nima uchundir gangratdi. Shunday bo'lganda cho'qim bir falokat yuz berdi. Uning yilonninkidek yeshil ko'zlarining yaqindan menga qaralganligini ko'rsam,
daraxt shoxlari orasida biri-biri bilan ilishib bo'g'ishgan ikki yirtqich qushga aylanatdik. Ko'zlarini o'yib olib, ya uni, ya o'zimni pastga atatdim. Biroq nemishqidir bu talbilikni to'g'ri topmadim. Joyimda o'ltirib, keskin buyruq qildim. Shu yerda to'xtang. U parvomi qilmadi. Hatto javobni bermadi. Chiqib olgan shoxning ustida o'zini to'g'rilab, texmi yuqori qarashga boshladi. To'xtang dedim-ku, to'xtang. Oqibati yaxshi bo'lmaydi. Mening chaloq ekanligimni bilmaysiz? Daraxtlar mening makanim. Bu yerlarga mendan boshqasining oyoq besishiga chidab tura olmayman. Dedim. Bu qanday gap Farida? Haqiqatan bu ajoyib bir gap bo'ldi. Ilojisiz chaqchaq qilgan bo'ldim. Yiqilashsa, yanam yuqoriga chiqishga tayyorlanib, o'zingiz bilasiz, mening sizga hurmatim bor. Mubodi sizni daraxtdan yiqilib tushishga majbur qilsam, bekman yaram bo'laman. Senle burun she'r o'qigan ovozingiz birdalla o'zgarib, "Voyda, ya Alloh" deb baqirishga boshlasangiz, bir fojia bo'ladi. Dedim. Uning ovoziga o'xshatib va qaqoqlab kuldim. "Hozir ko'rasan", dedi kamera. Qo'rqish uni jasur va chaqqon qilib etgan ekan. Tahdidlarimga parvo qilmasdan, men o'ltirgan shoxlarga yamishishga boshladi. Daraxt ustida qo'g'lashmoq o'ynashga boshladik. U yiqilashgan siri men yuqoriga chiqatdim. Biz chiqib atgan shoxlar bog'an siri inchiklashga boshladi. Shu asnoda tomning ustiga sakrab tushib qaytishni o'yladim. Biroq mundaq qilib qocholmaydim. Bir yerimni zaxmlantirib, Navra akamning o'rnida o'zimning varqirash ehtimolim bor edi. Har holda nima bo'lsa bo'lsin, faqat mush kecha bir-birimizga yiqinlashmasligimiz kerak edi. Tadbirimni o'zgartib, shu savolni so'radim. Mening bilan gaplashishni nima uchun shunchalik xohlaganligingizni bilishga bo'ladimi? Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishad Nuri Kuntekinning Shinjon xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chaliqushi nomli romanini bugun mushaygacha anglatdik.